Bugungi tadbir haqidagi fikringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Bugungi tadbir haqida, bugungi uchrashuv haqida fikrlarim juda ham iliq. Biz ustozni anchadan beri kutib turgandik, o'tgan safar kelmaganlardan. Bugun juda ham manfaatli, juda ham ilmga boy suhbat bo'ldi. Hammamiz ustozni ilmiy boyliklaridan o'zimiz uchun qanchadir miqdorda ulush oldik deb o'ylayman. Birlik kitoblar do'koniga mazkur uchrashuvni tashkillashtirganlari uchun minnatdorchilik, butun kitobxonlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Tadbir juda chiroyli o'tdi. Bunaqa tadbirlar yana ko'proq bo'lishini, yana boshqa ustozlar kelishini so'raymiz. Tadbir juda ham ajoyib bo'ldi. Ustozdan juda ham ko'p narsalarni oldik. Ya'ni aynan kitob o'qishga bo'lgan, ya'ni targ'ibga, kitobni qanday o'qishlik haqida juda ham ko'p tavsiyalar oldik. Juda ham ajoyib bo'ldi. Sizlarga ham rahmat. Albatta, keyingi keladigan mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Odinaxon Muhammad Sodiq ustozimiz. Xo'p bo'ladi, rahmat kattakon. Sayxon Yahyo Abdulmajid bo'lishlarini xohlaymiz. Bo'ldi, inshaalloh. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p, kimdan desak bo'ladi? Juda ko'pchilik hozir xayolimga kelyapti, lekin aytavering. Muhammad Eshonqulov ustozni taklif qilsak juda ham zo'r bo'lardi. Undan keyin yana Qamariddin Behmuhammad ustoz juda ham shu insonlar hozircha